Bismillahirrahmanirrahim. Alimlarning parvardigori bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Sevimli payg'ambar Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Bugungi darsimizda yana Muaviya radhiyallohu anhuniki eng birinchi qilgan ishlari yoki nima deydi? Imom Shofiy rahmatullohi alayh tunji qatim shu kishilar ichida hamda o'tirib turib xutba o'qigan juma xutbasini şu Muaviya radhiyallohu anhu. Nimishqa degan vaqtda odamlar semirib ketib, qo'sqa yo'g'lanib ketgachga, shu sababdan o'tirib turib xutba o'qigan. Aslida xutbani o'rtirib o'qiydi. Buni Imom Ibn Abi Shayba o'z kitobida bayon qilib o'tgan. Imom Zuhriy rahmatullohi alayhiniki degan bir ma'lumotida hayit namozida namozdan burun xutba o'qishni paydo qilgan odamni tunji bo'lib yanala Muaviya radhiyallohu anhu deb shunday degan. Asli hayit namozini o'qib bo'lgandan keyin unda xutba o'qish bu sunnatda keltirilgan. Buni Abdurzaq o'zining Musannaf nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Said ibn Musayyib rahmatullohi alayhiniki degan ma'lumotida hayit namozida azam paydo qilgan odam yana Muaviya. Yana bu Ibn Abi Shaybiniki rivoyati. Ham takbirni qisqartgan odammi yoki takbirni kamaytirgan odammi yana Muaviya. Hamda Askarining Avayil nomli kitobida bayon qilinishicha Muaviya radhiyallohu anhuniki paydo qilgan yangiliklardan eng birinchi bu jihatdagi birinchilikni olgan odam ya'ni Muaviya. Bu odam hamda Muaviya radhiyallohu anhu shu islom davlatida tunji qatim shu qonun nizom bekitib, shu pochtkashlik tuzumini yo'l qo'ygan. Undan boshqa o'ziga xos xizmatiga ahd qilayotgan odamlarni o'ziga xizmatiga qo'ygan odami shu. Tunji bo'ladi. Fuqarolar tarafidan hamda bu odamga tunji bo'lib xalifalar ichida jur'at qilingan odam shuda. Fuqarolar tarafidan jur'at qilingan. Masalan, yolg'on hujjat yasab o'sha odamga sunalganda tunji qatim fuqarolardan ma'lum kishilar. Undan boshqa assalomu alaykum ya amiral mu'minin va rahmatullohi va barakatuh degan deyilgan, yani as-salatu yarhamukumulloh, yani namoz vaqti bo'ldi, Alloh rahim qilsin degan podshohmi shu tunji qatim o'sha odam deyilgan. Undan boshqa bu odamda uzuk divoni deymiz, hamda uzuk nazorati yoki tamg'i nazorati yo'l qo'ygan odam shu. Yani har qanday kelgan yoki yo'l sog'an xat cheklarga nisbatan tunji qatim shunga tamg'i besilib şaydan tekshirilib o'tkazilganda bu xat. Mana shu ishni yo'l qo'ygan odam bu. Demak, bu odamniki davri davlatning nihoyatda bir qadar mukammallashgan bir holatlarni aks etadi. Bu ishqa hamda Ubaydulloh ibn Aws al-Ghassani degan kishini belgilagan ekan. Uningga shu tamg'ini topshirgan. Bu tamg'iniki bu o'zilik tamg'amda, bu o'zikniki ko'zida har qanday yaxshi ishqa savob bor degan mazmun yozilgan ekan. Bu Abbosiylar xalifalarida tuzum davomlashgan. Shu xatlarga shu o'zik orqali tamg'a bosilgan tuzum Abbosiylar xalifalarining oxirgi mezgillarida davomlashgan. Demak, Muaviya radhiyallohu anhu bu ishniki bosh ijodchisi bo'ldi hamda. Nemishqa bu odam bu o'ziglik tamg'a tutgan, buning sababi nima bo'lsa, bu odam bir odamga 100 ming dirham pul burib bergan ekan. Yoki mukofot yoki baxshanda yusidan. U odam o xatni ichib, uni 200 ming qilib olibdi-da, saxt bazil qilib. Endi bu keyingi hisobot Muaviyaga tangli ko'zdan kechirish uchun sunildi. Sungan vaqtida bu ishni inkor qilibdi. Men bu 100 mingni bergan, burib bergan. Shu kundan boshlab shu tamg'a nazoratini bu odam o'tirib qo'ygan bu tuzumni. Undan boshqa jamida hamda tunji qatim shu masjidning ichida bir kichik ayrim uyni planlab shuni yo'l qo'ygan odam shu. Jamoatlar bunda farqli holatda ayrilib turgan. Undan boshqa mush kabinadagi yopiqlarni eletish ruxsat qilgan odam shu. Undan burun hamda kabining yopiqlari ustiga ustilab yepilaveradigan gapda, masalan 20, 30, 50, 60 bo'lib ketkichilik keng bo'lib ketadi-da. Ilvatmay burun konusni. Lekin bu odamning davrida shu konusni eletib yana qo'ydigan tuzumni yana yo'l qo'ygan. Hozirmi shu tuzum davom etyapti.
Zubayr ibn Bakkar Muvaffaqiyat nomli kitobida İmam Zuhrining okisining bolasi rivoyat qilib bundoq deydi. Zuhriga dedim deydi hamda. Tag'sig'ida bu gapni. Mushu bay'atda kim tunji qitim qasam qildigan odam kim o? Sen Muaviya Alloh bilan qasam qildigan. Masalan, Allohning nomi bilan qasamki men xalifaga bay'at qildim degandek mutaq. Ammo Abdulmalik ibn Marvonning davriga kelgan vaqtda bu odam taloq, ozodlik mush gap bilan agar men mush bay'at qildim, bay'atda yinib olsam, xotinim taloq bo'lsin, qulim ozod bo'lsin degandek kalimalarni ishiltirgan gapda. Nayat bay'atni chin oladigan gap. İmam Askari o'zining Avail nomli kitobida Sulaymon ibn Abdullah ibn Muammardan rivoyat qilib, Muaviya Makka yoki Madinaga keldi bir qatim, masjid kelib, masjidda bir halqada, ya'ni ilm halqasida unda to'plashib o'tirgan ilm so'riniga kelib o'tirdi. Bu so'rinda Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Abu Bakr qatorli kishilar bor ekan. Hammalar Muaviyaning qishig'iga yuzlanib keldi. Bu yen keldi, ham xalifa degan. Biroq Abdullah ibn Abbas u yerga kelmay sal yuzorib ketdi hamda, ko'rishmay yiroqroq turdi ketdi-da. Lekin Muaviya dediki, men bu ishqa, ya'ni xilofatga ma ketgan odamdan va uning tag'isining o'g'li kim o? Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu. Bularni men haqliq dedim yani. Deganki Abdullah ibn Abbas dediki, "Nemishqa? Sen burun musulmon bo'lganmisan? Yoki Rasululloh bilan birga hijrat qilganmisan? Yoki Rasululloh urug' tuqqandachiliging bormidi?" deb buningga bu orqali Muaviyaniki bir qism hamda avlog nisbatan keyin musulmon bo'lganlik taraflarini purtib o'tyapti-da. Muaviya dediki, "Yo'q, lekin men bir o'lguchi odamning tag'isining bolasi, ya'ni Osmon roziyallohu anhuning tag'isining bolasi" demoqchi-da. Degandan keyin Abdullah ibn Abbas dediki, "Undaqda Abdurrahman ibn Abu Bakr bunun eng loyiq. Onun dadisi tabii çünkü o dadısının bolasi-da. Yani onun dadisi ölüp ketdi emasmi, tabii ölüm bilan ölüp ketdi desa, unda olib qolsa Abdullah ibn Umar texim loyiq. Onun dadisi kafir o'ltiribdi. Agar xalifaning tuqquni cho'qim xalifa bo'lishi shart bo'lib qolsa. Degandan keyin Abdullah ibn Abbas unda olib qolsa bu gaping san qarshi gap bu. Senin bu davleringga nisbatan bu qarshi gap. Musulmonlar sen tag'aning bolsa kayib o'ltiribdi deb shundoq dedi. Demak, Muaviyaniki bir qism bu o'zinki xaliflik taraflaridagi isbotlarni yana Abdullah ibn Abbas aqli dalillar bilan yana bir oz yo'q chiqaryapti-da. Bu yerda kim haqli, kim haqli emas, orasiga bir qism cho'ng sahobalar orasiga bo'lgan kichikgina bir dialog suhbat. Bu sahobalarning hammasi inshaalloh bir-biridan bu ishga loyiq afzaliyat darajasi bilan. Undan boshqa tuvandagi bo'limda Muaviyaning ansarlarga bo'lgan qayshi va ansarilarning nima javob berganligi haqida, nima deb javob berdi bu vaqtda to'xtalib o'taylik. Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil degan bir ravi rivoyat qilgan bir mazmunda Muaviya roziyallohu anhu Madinaga kelgan vaqtida Abu Qatada al-Ansari chiqishibdi-da. Abu Qatada Uhud urushiga kinoyati mashhur margan sahoba. Muaviya roziyallohu anhu debdiki, Ansarilar sizlardan boshqa odamning hammasi meni qarshilab kutib oldi, sizlar yo'q-ku dedi. Degandan keyin Abu Qatada debdi, bizning uloqlarimiz yo'qdi. Biz o'ylarimizdan yiroq diyorlarimizdan kelib qashing kep bo'lanmidoq dedi. Degandan keyin bu qani bu to'gilaringni yo'qmi? Qani to'gilaringni yo'qmi? Uloqlaringni yo'qmi? Mishakagidak dedi. Degandan keyin biz o to'gilarni Bedir kuni sana ve dadanga qarshi şu bo'g'izlab o'tirib tug'titib qolibdiganmiz, seni dadangni izlab deb shunday javob berdi. Bu mu hamda Muaviya roziyallohu anhuning dadasi hamda islomga oid ko'p qarshiliklarni bildirgan odam. Bu orqali hamda Muaviyaningki qayish noroziligini bu odamni o'zidan bir az norozilik orqali ifodalayapti odamda. Qarab baqsak bu sahobalar bir-biridan
Hazır cevabını aytdı geptan kişiler ekan bu. Ebu Katada mundaq dedi. Peygamberimiz bizga muştaq degan. Sizlar mendan keyin ma'lum bir jafolarni ko'rib qolasizlar degandan keyin Muaviya undaq sizlarni qanday qilishga buyurgan debdi. Bizni sabr qilishga buyurgan Peygamberimiz dedi. Muaviya dediki, undaq sabr qilinglar siz, sabr qiling dedi. Bu gap Abdurrahman ibn Hassan ibn Sabit bu Peygamberimizning aytdi. Ulug' adib shoiri Hassan ibn Sabitning o'g'li bo'ldi. Bu odamga yetgandan keyin bu gapni tövendeki she'rni o'qigan. Emirul Mu'minin Muaviyaga sözümning ma'lumotimni yetkazib qo'yinglar. Biz sabr qilamiz, lekin biz qiyomat kuni talash tortishlar hal qilinadigan kunisini biz kutib turmaymiz. Hamda bu odamga qaratilgan hamda bir fikr erkinligi. O'zinki xolig'ini deyish orqali bu odamga Xudoni eslatish, Allohni eslatish, qiyomatniki avvalotini eslatish orqali siyosatdan texim adil, texim bir go'zal holatda bo'lishni bular talab qilmoqchi bu orqali. Hamda biz shu sahobalar tarixida, xaliflar tarixida biz bir nuqtani nihoyat yaxshi bilib olaylik. Qandaq bir adil bo'lib ketsin, eng yaxshi ulug' sahobalar bo'lib ketsin. Bu odamlarni cho'qim yaxshi ko'rdigan, bu adamlarning siyosatini yoqtirmaydigan odamlar davomli bo'lib turdi. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Lekin bu yerda hammalarniki o'ziga loyiq to'g'ri taraflar bor, lekin xato bir sahoba bir tarafni xato degandikilar cho'qim bu xato bo'lib ketmaydi. Hammasini aytib to'g'ri, hammasi bir to'g'ri. Faqat buniki ma'lum bir oldikayni vaqt hukmi bor.